Ba'zi insonlarda allergiyaning quyidagi belgilari kuzatiladi. Birinchisi, burun bo'shlig'ida burun qichishi, suv oqishi, burun bitishi, nafas yo'llarida esa nafas tiqilishi yo'tal bilan kuzatiladi. Ikkinchisi, terida har xil toshmalar, qizarishlar va qichishlar kuzatiladi. Ba'zi insonlarda allergiyaga nisbatan noto'g'ri tushunchalar mavjud. Ya'ni allergiya faqat bahorda kuzatiladi. Ba'zi allergiyasi bor bolalarda allergiya ulg'ayganda yo'qoladi degan noto'g'ri tushunchalar mavjud. Faqat hayvonlarga nisbatan allergiya kuzatiladi. Bundan tashqari, menda bunga nisbatan allergiya yo'q edi degan noto'g'ri tushunchalar mavjud. Allergiya sizni qiynayaptimi? Unda quyidagilarga rioya qiling. Birinchisi, changdan himoyalaning. Ikkinchisi, allergiyaga boy bo'lgan mahsulotlardan saqlaning. Uchinchisi, havo namligini nazorat qiling. To'rtinchisi, ko'proq suyuqlik va vitaminlarni iste'mol qiling. Sizda allergiya belgilari kuzatilyaptimi? Unda darhol yaqin oradagi allergologga murojaat eting.